Mebel ishlab chiqarish faoliyatimiz 2001-yil boshlarida Toshkent shahrida bor yo'g'i 4 nafar xodim bilan ish boshlagan. Oradan ko'p o'tmay o'sha yil may oyining 2-yarmida yana bir yangi fabrikamiz ishga tushdi. U yerda dastlab 10 nafar ishchi bilan faoliyat boshlab, ishchilar soni 20 nafarga yetkazildi. 2006-yilda esa katta bosqichga o'tildi va hozirda xodimlar soni 60 nafarga yetdi. Shu asosda 2007-yilda Muxlis Imkon MCJ rasman faoliyat boshladi. 2019-yilda esa biznesimiz yangi bosqichga ko'tarildi. Abu Sahiy savdo markazi hududida joylashgan 1740 kvadrat metrli Mim Life mebel do'konimiz barpo etilib, ishga tushirildi. 2010-yildan beri hozirgacha Xitoy mebel kompaniyalari bilan hamkorlikda ishlamoqdamiz. Bulardan Ardida, Fuxin, ayniqsa Taisho Home Furnishing kompaniyasi bilan muntazam hamkorlik davom etmoqda. 2021-yil yanvar oyida Turkiyada bo'lib o'tgan yirik mebel ko'rgazmasida ishtirok etib, Chelmo brendi ostidagi mashhur fabrikalar bilan rasmiy shartnoma imzoladik. Shundan buyon O'zbekiston bo'yicha Chelmo brendining eksklyuziv distribyutori maqomini qo'lga kiritdik. Bugungi kunga kelib Toshkent shahri markazida Chelmo brendi ostida yangi zamonaviy mebel do'konlarini ochishda davom etmoqdamiz. Biz mijozlarimizga sifatli, nafis va zamonaviy mebellarni taqdim etishdan faxrlanamiz.